Men ginekologga kech bordim. Bunda ayol o'zini hammadan keyingi o'ringa qo'yadi. O'zidagi klinik belgilarni yengil formada deb o'ylab, kasallikni o'tkazib yuborishi mumkin va bemor kech bo'lganidan keyin pushaymon bo'ladi. Bachadon gipoplaziyasi yoki aplaziyasi. Bemor o'zida hayz siklining buzilishini oldindan bilardi, lekin ginekologga murojaat qilmadi. Yillar o'tib turmushga chiqadi. Ma'lum bir muddatdan keyin homilador bo'lmagani sababli ginekologga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Afsuski, ginekologga ko'rikka chiqqanidan so'ng bemor butun umr davomida farzandli bo'la olmasligini eshitadi. Bemor bachadon bo'yni hamda ko'krak bezi saratonidan vafot etishi. Bemor ko'krak bezidagi og'riqlarga hamda jinsiy yo'llardagi qon ajralmalarini biladi, lekin o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmaydi. Natijada unda yillar davomida ko'krak bezi saratoni hamda bachadon bo'yni saratoni avj olib ketadi. Homiladorlikdagi ayrim xatolari sababli farzandidan ayrilgan ayol. Ayrim ayollar homiladorlik vaqtida mumkin bo'lmagan dori vositalarini, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari, giyohvand moddalarni ma'lum bir miqdorda qabul qilish orqali vujudida o'sayotgan homilaning yuragi to'xtab qolishiga sabab bo'lishlari mumkin. Yuqorida siz eshitgan gaplar qabulimga kelgan bemorlarimning eng og'riqli gaplari hisoblanadi.